Telegramda ismingizni o'chirib tashladi. Gapirgan gaplarini qo'rqqanidan. Endi bu yog'iga men nima deyapman? 3-4 kun kutaman deyapman. Meni nomimni to'g'rilab qo'ysin. Bo'ldi, o'zini yo'lidan o'zi ketsin. Mendan o'zi Alloh yaqin bo'lsin. Men uni dushmanlarim bilan chiqib yurganman. Lekin men ham endi nomimni to'g'rilasin deb O'zbekistondan ham bitta zayava qilaman, aqqa borib ham bitta zayava qilaman. Agar qilmasa shu ishda. Sen bu yoqqa borib janjal topgin, eng zo'r yo'li. Janjal? Ha. Ha, janjal. Shundoq janjal uyushtirgin. Shu gastitsada militsiya chaqirishga majbur bo'lursan. Yo, men o'zim kelsa. ariza kelsa. Yozmagin. Skoriy kelsa, militsiya kelsa, keyin jandarmlar kelsin, jandarm. Sizlarni olib ketadi, menga yotib bir to'da qilib, undan keyin sizlarni общий yoqqa deport qiladi meni. Aka, unaqa strana mumkin emas. Unaqa ko'tlik qila olmayman. Unaqa ko'tlik qila olmayman. Nega? Ha. Hozir borib yozib bersang, uni baribir bu yoqqa jo'natib yuborishadi. Mayli, undan spokойно o'sha o'zimni haqqimni talab, huquqimni talab qilaman. Xolos, lekin unaqa orqadan ish qilib unaqa qorong'ulik meni qo'limdan ham kelmaydi, men unaqa tarbiya olmaganman. Bular gulam chiqmadi. Hozir borib yozib bersang, baribir deport qilishadi uni. O yozib berish boshqa narsa. Meni o'zimni ayblovimni yozyapman. Lekin borib turib janjal qilish u boshqa narsa. Kallar joyda u yipanotali narsa u.